Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi ishimizni tugatib oldik. Mana bu uyga konteyner kotolni qo'ydik. Nasib bo'lsa ishlashlari yaxshi ekan. Tavsiyada bo'ladi bundan keyin. Antiskachok va 50 litrli gorizontal rayon qo'yib berdik. Yonadigan uyda shkopli rakovina. Sanita unitazlaridan bu rossiyskiy va o'zimizda hozirda mahalliy mahsulot desa ham bo'ladi. O'sha smesitelimiz. Xitoydan почти yeb qolgan emas. Va suchilga qo'yib berdik. Bu montajga ahamiyat bermaysizlar. Bu montajga keyin uy egasini xayoliga kelib qoldi. Qo'yib bergan aka, qishga qanday qilaman deganim uchun. Bu obyektimiz sal qiyinroq bo'ldi, chunki bizlar uni boshqa ustalar ishlab ketgan ekan. Ularda hozir kelishga vaqti bo'lmabdi. Biz tugatib qo'ydik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Santin akaga murojaat qilaverasizlar.